sunnatlariga to'liq amal qilsa, inshaalloh dunyoda ham oxiratda ham aziz bo'ladi, albatta xor bo'lmaydi. Endi azizlar, vaqtimiz chegaralangan. Meni ko'rmasdan, menga kelgan qiyinchilik va azob rohatni ko'rmasdan iymon keltiradi. Meni nomimni eshitib iymon keltiradi. Va mening sunnatimga mustahkam turadigan oxirgi zamon do'stlarimni, oxirgi zamonda keladigan ummatlarim Alloh asrasin deymiz. Qiyomat kunida har birimizni tiriltirganda biz Rasulimiz alayhissalatu vassalomning shafoatisiz hech narsaga bora olmaymiz, hech qayerga bora olmaymiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ummatimman demasa biz hech kim emasmiz. Shuni yaxshi bilib oling. Biz hech kim emasmiz. Ana shu shafoatga erishish uchun azizlar, biz Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning xulqlari bilan xulqlanishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sunnatlariga amal qilishligimiz kerak. Sizni juda sog'indim men, sog'indim ko'rmoqqa ko'z loyiqmikan, gunoh yuki aziz boshim qo'yib o'tgan, hayosizlik orom bermay sanchar tikan, qoshingizda qad ko'tarish mushkul ekan, o'lbisolga mos kelolmay og'rindim men. Rasululloh, sizni juda sog'indim men. Bu zindonda to'silgandur unga so'lim, umid qildim